Assalomu alaykum. Qadrdon kanalimiz a'zolari, bugun 20-iyun 2025-yil navbatdagi laboga chiroyli bugun tengashib bo'ldik. Bu laboyimiz egalari YouTube kanalimizdan ko'rib, qiziqib, obuna bo'lib, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Jamashev mahallasidan kelibdi. Bu laboni ichlariga polni shumizalatsiya qilingan holatda bo'ldi. Penopleksat qildi. Mana bu joyga tormozlarda tegadigan zarbalarni ushlab qolish uchun konteyner pollar qo'yildi. Mana ko'rib turibsizlar. Hech qanaqa bukilgani yo'q. Mana bu joylarda mana penoplekslar bor. U ham xuddi shunaqa yuklar kelib tegadigan bo'lsa, tunuka bukilmaydi. Mana bu kuzovga o'shanaqa zarba o'tkazmaslik uchun qilinadi. Yo'llari bukib chiqilgan. Penoplekslar hozirgi issiq kunda mana bu salonga orqa tomonidan quyosh urmasligi uchun ham ushlab qoladi. O'sha issiq sovuqda o'shaning uchun ham qilinadi. Poliga rezinkalari bor. Alohida choksiz tunukalari ham bor. Mana bunaqa sondiqchalarni ham qo'yib qo'ydik. Bunaqa sondiqchalari mana akkumulyator zashta qiladi. Mana bu holatda ochiladi, mana ko'raverasizlar do'stlar. Qalinliklari 1.8 lik temir listlardan ishlangan. Mana bu akkumulyatorda mana bu holatda yomg'ir, loy, chachin holatda mana bu yonni to'sib turish uchun ham bunisi bonusga qilib beriladi. Mana balondan chachgan loylar akkumulyatorga tegmasligi uchun shu narsani olib qo'yganmiz. Bu qulflanaveradi ham, qulfsiz ham ochilaveradi. Buni ikki xil varianti bor. Kalitda o'zi ochiladigan ham bor. Buni ham avvalgi videolarda qo'yganmiz, kirib ko'rishingiz mumkin. Alohida sotiladi. Bu ham tepasiga ham bagajlari bor. Xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlar, yaqinlarga mana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Kamchiliklar o'zib qo'yinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.